Maktabimizda yaqinda olimpiada bo'ldi. O'zi qizim nemis davlat maktabiga boradi. Bu rus maktabi haftada bir marta bo'ladigan qo'shimcha maktab. Lekin o'qitish sistemasi xuddi O'zbekistonning o'qitish sistemasiga juda ham o'xshaydi. Xo'p, olimpiadadan kelyapti-da, ozgina xijolat, lekin o'zi juda ham xursandlik bilinib turibdi-da. Ona deyapti, sekingina 4-o'rinni oldim deyapti. Endi u o'ylagan onam baribir 1-o'rinni olishni xohlagan bo'lardi deb. Shunaqa xursand bo'lib ketdim va aytyapman, qizim, sen u yerdagi yagona o'zbeksan, yagona boshqa millatda bolasisan. Chunki maktabda qolgan hamma rus yoki ukrain, ya'ni rus tilida gapiradigan oilalarning bolalari. Shu payt onamni menga bergan bir tarbiyalari esimga tushib ketdi. Birinchi kurs o'qiyapman, birinchi semestr yopyapman universitetda. Men ham kontrakt, akam ham kontrakt va xohlardim o'sha payt 5 ga yopishga. Sababi 5, 4, 3 stipendiyalarning farqi bo'lardi. Lekin afsuski dekanat siyosati bor edi. Bitta gruppada 2 kishidan ortiq onamga 5 qo'yish mumkin emas. Va bitta meni boshimga emas, ko'p o'rtoqlarim ham boshiga shu holat tushgan, ya'ni qaysidir fanini ataylab 4 qilib berilgan, 5 stipendiyasini olmaslik uchun. Va onamga telefon qilyapman, xijolatdaman, ozgina ichimda ozgina qo'rquv ham bor, urushmasmikanlar, baribir ozgina bo'lsa yordam bo'lardi degan. Onamga bor holatda aytsam, onam aytayaptilar, qizim deyaptilar, sen shu paytgacha biror marta qizil olib keldingmi, qizil talab qildingmi yoki bundan keyin qizil ol deymanmi? Menga umuman seni qizil diplomlaring ham kerak emas, baholaring ham kerak emas. Asosiysi miyangdagi bilim o'sha 5 ga loyiq bo'ladigan bo'lgan, o'zing odam bo'lgin. Seni baholaring seni hayotingni hal qilib bermaydi degandilar. Chindan ham ota onani bolasiga beradigan duxi bolaning kelajagini hal qilarkan. O'shandan keyin biror marta baho uchun kurashmaganman va esimda doim o'qituvchilarni yechib qo'ysam, ona duh baland qilib, xuddi boyvachchani bolasiday boshi baland qilib, lekin asosiysi xayolimni o'sha asosiy fanim ingliz tili, kitob o'qishga qaratardim.